Alaykum assalom, assalomu alaykum. Bir savol har doim bergim keladi sizga. Hozirgi holatda oson bo'lib qoldi. Mobil ilovalar bor. Angel Foods, ya'ni korzinka bosh buxgalterlikka yetish uchun qanaqa yana sizga mana o'sha insoniy xususiyatlar yordam berdi? Professional buxgalterdan oddiy buxgalterda menimcha farq qiladigan narsa. AC sertifikatsiya diplomini olish uchun 13 ta imtihon va boshqa talablarni bajarish kerak bo'lganlik, men 11 ta imtihonni muvaffaqiyatli topshirganman. Yana oldinda 2 ta imtihon qoldi. Tashqi ko'rinishgacha mana kiyinishiga e'tibor berasiz, bergan bo'larmi deysiz? Yana qo'shib qo'ysam bo'ladimi? Finansiy menejment topshirayotganimda o'tgan yil unda ham birinchi o'rin olganman. Shu xabarlarni bizga yetkazib turing-da. Biz chetda qolib ketmaylik. Hurmatli do'stlar, va'da berganimizdek, bugungi birinchi mehmonimiz Angel Foods kompaniyasiga tegishli bo'lgan Korzinka supermarketlar tarmog'ining bosh buxgalteri Shakirov Talat To'lqunovichni taklif qildik. Talat, xush kelibsiz ko'rsatuvimizga. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom, assalomu alaykum. Nigor opa, Umid opa. Bildirganingiz uchun rahmat. Rahmat. Men ham juda minnatdorman shunaqa taklif qilganinglar uchun. Ruschada aytilgan dilim мне огромная честь. Rahmat shu taklifinglar uchun. Sizga ham rahmat Talat, vaqt topib, shunchalik mana nima deydi, vaqt topish qiyin vaqtida shunchalik bizani hurmat qilib vaqt topib kelganingizga katta rahmat, tashakkur sizga. Va bugungi ko'rsatuvimiz bir nechta savollardan iborat. Albatta, yosh mutaxassisdan boshlab turib, mana shu muvaffaqiyatga qanday erishganliklari to'g'risida savollar tayyorlab qo'yganmiz va birinchi savolimizni o'quv markazimizning rahbari va asoschisi Fayziyeva Umida Tayyorjanova beradi. Talat, mana men sizni anchadan beri bilaman va bir savol har doim bergim keladi sizga. Mana shu sohaga kirib kelishda har bir insonga qanaqadir turtki bo'ladi. Masalan, o'zimga shaxsan onamlar shu sohada yetuk mutaxassis bo'lganlar va doimo bizani hammamizni shu sohaga yetaklaganlar. Sizgachi mana shu sohaga kirib kelishingizga nima yoki kim turtki bo'lgan? Meni bu sohaga kirib kelishim ajoyib noyoblardan deb o'ylamayman. Oddiy deb o'ylayman o'zim kirib kelishim. Endi o'zimni oliy o'quv yurtini yo'nalishi, bakalavr yo'nalishim iqtisodiyot bo'lganligi uchun ozgina buxgalteriya bo'yicha o'qiganmiz albatta. O'qish paytida shunda unaqa asos bo'lmagan u narsa men uchun. Asosiy kirib kelishim Toshkentga magistraturaga iqtisodiyot yo'nalishi bo'yicha kirganimda bizda o'qishimiz kunora bo'lardi. Kunora bo'lganligi sababli bo'sh vaqt ko'p bo'lganligi uchun deyarli nima bilan band qilaykin o'zimni vaqt ko'p, bilim oladigan payt shu narsani inobatga olib turib o'zimni gruppadoshim aytganki, shu o'quv markazi Narxo'z qoshidagi o'quv markazi bor. Ya'ni sizlarni boshchiligingizda ochilgan, G'ulomova Feruza opa boshchiligida ochilgan nimani aytgan. Shuning uchun bir ikkita misollarni ham aytganligi uchun shu yoqqa to'g'ridan to'g'ri kelganman va albatta keyin sizlar bilan siz meni birinchi o'qituvchim bo'lganligingiz uchun shu narsaga juda ham qiziqib buxgalteriyaga kelganman. Lekin bu o'quv markazida o'qiganim, lekin asosiy sabab bo'lganligi bu narsada buxgalteriya undan avval ham eshitganman-da. Eshitganim sababli buxgalteriya endi ma'lumot koni bo'lganligi sababli shu buxgalteriyada ko'p narsani bilish imkoniyati bo'lganligi sababli shu narsaga qiziqib keyin shu narsani tanlaganman. Balki agar kimdir menga boshqadir ma'lumot berganda o'quv markazida qayerda o'zim bo'sh vaqtimni nima qilish uchun, ishlatish uchun balki boshqasiga ketib qolardim. Lekin imенно shu narsa bir-biriga bog'lanib, buxgalteriya koni va ko'p bilimni oladigan va sizlarning sababchiligidan albatta shu sohaga kelganman birinchi bo'lib. Talat, aytingchi, sohangiz bo'yicha qayerlarda ta'lim olgansiz? Qaysi o'quv dargohlarida o'z sohangiz bo'yicha o'qigansiz? O'zim soham bo'yicha boshida aytib o'tganimda iqtisodiyot yo'nalishi bo'yicha bo'lganligi uchun birinchi o'zimni bilimlarimni Andijon muhandislik iqtisodiyot institutida olganman bakalavrlik paytida. Ya'ni u paytda men o'qishga kirganimda nomi shunaqa edi. Keyin bitirayotgan paytimda Andijon mashinasozlik instituti iqtisodiyot, tarmoqlar va sohalar bo'yicha yo'nalishini bitirganman. Undan keyin bir yil ishlab
magistraturaga kirdim. Toshkent iqtisodiyot universitetiga shu yo'nalishda keyin o'qidim, magistraturada va bitirdim. Undan tashqari mana qanaqadir boshqa o'quv markazlarida ham o'qidingizmi yoki malakangizni oshirdingizmi? Ha, albatta-da, endi umuman olib qaraganda boshqa yo'nalishlarda o'qiganlarim ham bo'lgan. Kompyuter yo'nalishi bo'yicha, ya'ni boshida programmirование, endi kompyuter, u adashmasam menimcha maktab paytida, uzr, endi shu paytga ketib qolganim, maktab paytida. Keyin ozmoz ingliz tiliga borganman. Bu zamon talabi ingliz tilini bilish. O'zim shug'ullangan paytlarim bo'lgan ko'pincha holatlarda mustaqil vaqtni o'tgan sari haligi bilimni qanday olish qanaqadir bir metodikaga qo'yib olganimdan keyin o'zim uchun ko'pincha holatlarda o'zim mustaqil ravishda shug'ullanishni o'rganganman. Demak, Talat talaba nafaqat o'sha universitet yoki institutda o'qib turib shu ma'ni ta'limim deb chegarab qolish kerak emas demoqchisiz, to'g'rimi? Albatta. Doimo o'zing ustidan ishlash kerak. Qaysi kasb mutaxassisi bo'lishdan qat'iy nazar, doimo qo'shimcha mustaqil yana o'zing ustidan ishlashi shart, to'g'rimi? Albatta. Hozirgi kunda va umuman har doim menimcha bu narsa juda ham foydali. Hamma odam har xil albatta-da, lekin bilamizki, bu dunyoda asosiy yuritadigan bir ko'rsatkich bu bilim bo'lsa kerak, rivojlanishga olib keladigan bir ko'rsatkichlardan. Shuning uchun bilimda albatta-da har doim iloji boricha yangilab, yangi bilim olgan yaxshi deb shuni o'zimga nima qilib olganman. Odat qilib olganman desam to'g'ri bo'ladi. Yana bir meni qiziqtiradigan savol, mana Angel Foods, ya'ni Korzinka savdo tashkiloti, bu juda katta masshtabli bir tashkilot, to'g'rimi? Ya'ni u yerda bilamanki 10 mingtadan ortiq xodimlar ishlaydi va 140 tadan ortiq filiallaringiz bor, hozir balkim undan ham ko'pdir. Bilimdan tashqari mana insonni yana qanaqa xususiyatlariga ega bo'lish kerakki, mana shunday tashkilotda shu lavozimda bosh buxgalterlikka yetish uchun qanaqa yana sizga mana o'sha insoniy xususiyatlar yordam berdi. Nimani chaqlash kerak? Bilimni chaqlash kerak albatta. Yana mana masalan insoniy xususiyatlarda nimalarga e'tibor berib, o'shini o'zida vaspitaniya qilib, o'zida shuni rivojlantirib, qaysidir balkim xususiyatlarini bundoq bosish kerakdir. Mana shu bo'yicha sizni fikringizni bilmoqchi edim. Albatta-da bu narsada hamma odamda ko'rinishi har xil bo'lishi mumkin, ko'rishi, ya'ni dunyo qarashi. Menda bu narsaga olib kelgan ko'rsatkichlar bu albatta-da nima ish qilayotganimni bilish. Birinchi bo'lib, nima ish qilayotganimni, ya'ni har bitta qilayotgan ishimni anglab, bu nima ish o'zi, qayerdan keldi va nimaga olib keladi. Birinchisi. Ikkinchidan mas'uliyatni bilish. Ya'ni mas'uliyat qanaqa? Bilamiz, buxgalter ishi, ya'ni bosh buxgalter ishi oson emas, o'ziga yarasha qiyinchiliklari ham bor, o'ziga yarasha afzalliklari ham bor va albatta afzalliklari ko'proq buni. Ikkinchisidan bu ya'ni mas'uliyatni bilish, uchinchidan qaror qabul qilishlikni qo'rqmaslik. Odam qaror qabul qilishdan qo'rqmaslik kerak. Ya'ni har kuni qaror qabul qilamiz. Bu yerda ham ishimiz to'g'ri albatta-da, shu ikkinchi talabimdan kelib chiqqan mas'uliyatni bilib va shunga qarab qaror qabul qilishlik. Shu narsalar menimcha asosiy deb o'ylayman. Keyin yana aytadi-yu, kapitalizm dunyosida yashaymiz, rыночная ekonomika ko'pincha holatlarda bozor iqtisodiyotida nima desam ekan, risk degan narsa bor. Ya'ni risk, tavakkallik qilish. Tavakkallik qilishni ham bilish kerak. Albatta-da oldin hisob-kitob qilib, men bu narsani qila olaman, aqlim yetadimi yoki boshqa qanaqadir ko'rsa, o'zi uchun kuchim yetadimi degan narsani anglab olib turib, yetar ekan degandan keyin tavakkal qilishni ham bilish kerak deb o'ylayman. Talat, mana buxgalter bo'lishni afzalliklari ko'p dedingiz. Eng katta afzalliklaridan nima hisoblanadi buxgalter bo'lishni? Xo'p, afzalliklarni oladigan bo'lsak, mana meni tajribamda yirik korxonada ishlayapman. Albatta-da boshida aytganimdek, yana tana shu savolda buxgalteriya bu ma'lumot koni. Ma'lumot koni bo'lganligi uchun juda ham
ko'p ma'lumotga ega bo'lasiz. Deyarli buxgalteriyadan korxonada bo'layotgan barcha voqea va hodisalar deyarli buxgalteriyadan o'tadi. Ayrim bir holatlar bo'lishi mumkin, buxgalteriyaga tegishli emas bo'lgani. Ular ham qandaydir egri holatda o'tadi. Ya'ni katta ma'lumotga ega bo'ladi odam. Bir, ikkinchisi ko'p odamlar bilan muloqotda bo'ladi. Ya'ni tasavvur qilinglar, 10 mingta xodimdan iborat korxona. Albatta bu aytib o'tadigan bo'lsak, kichkinagina shaharcha deb tasavvur qiladigan bo'lsak, o'zini upravleniyasi bor, boshqaruvi bor, muloqot, odamlar bilan muloqot qilish, boshqa departamentlar yo'nalishlar bilan, o'zidan yuqori pog'onada bo'lgan boshqaruvchilar bilan, o'zini xodimlari bilan muloqot qilishda o'rganadi. Keyingisi albatta bu afzalliklari ishni buxgalteriyada nimasi yaxshi? Bitta misol uchun ish qilayotganda odam qandaydir oxirigacha bir buxgalterlarga ko'p mosmen deb o'ylayman, ishni oxirigacha yetkazish va anglab yetkazish. Shu afzalliklar. Ya'ni buxgalter ko'pincha nafaqat mana misol uchun ishida qilavergan ishini shunaqa qiladiki, doim nima uchun qilyapman, men uchun hujjat kerak bunga, yana boshqa qanaqadir talablarni bajargan holda, keyin boshqa sohalarda ham, boshqa qanaqadir nimalarda ham kerakli bo'lib qoladigan ko'rsatkichlarga o'tadi bu narsa. Ya'ni shu asosiy menimcha ko'rsatkichlar shu deb o'ylayman. Keyin yana qaysini qo'shib qo'ysa bo'ladi desa, yana shu professiyaga xos bo'lganligi uchun odam menimcha buxgalteriyada ishlayotib skeptik ham bo'lib qolishi mumkin. Skeptik nima degani? Ya'ni hozir biz ma'lumot dunyosida yashayapmiz-da. Ma'lumot asosiy ko'rsatkichlardan bo'lib qolganligi uchun skeptik degani, ya'ni ko'rayotgan barcha ma'lumoting birinchi ko'rishingda to'g'ri deb ishonmaslik. Albatta buni qayta ishlab, haqiqatdan ham bu to'g'rimi yoki noto'g'rimi degan narsani ustidan ishlashlik. Ya'ni savol berib, nimaga bunaqa bo'lgan, nima bunga olib keldi degan narsani har bitta ma'lumotni shunaqa ko'rishda qayta ishlab chiqarish deb o'ylayman. Skeptik bo'lish. Ya'ni ma'lumotning ishonchliligini tekshirib, keyin haqiqatni yuzaga chiqarish. Xuddi shunaqa. O'zini yo'llari bilan albatta. Siz bilan suhbatdan oldin mana Nigora bilan endi siz yaxshi taniymiz va mana siz ishlayotgan sohani yana o'rgandik. Masalan, shaxsan men kompaniyalarning saytiga kirdim va meni qiziqtiruvchi, mana yoshlar uchun hozir aynan Angel Foods eng ko'p ish joylari yaratuvchi kompaniyadan bittasi, to'g'rimi, O'zbekistonda? Ya'ni kirsam juda ko'p vakansiyalar turibdi va vakansiyalarning orasida buxgalter degan vakansiyalar ham bor ekan. O'ylaymanki, men aminmanki, shu buxgalterlarni olayotganda HR, ya'ni xodimlar bo'limi albatta siz bilan maslahatlashadi, to'g'rimi? Chunki siz o'zingizga yordamchi olasiz, siz uni bilimlariga qaraysiz va uni qanaqadir xususiyatlariga, insoniyligiga ahamiyat berasiz. Suhbat qilasiz, to'g'rimi, Talat? Albatta. Mana meni savolimki, mana shu suhbatga kirgan ko'proq endi yoshlar ishlaydi sizlarda. Shu yoshlarga nimalarga e'tibor berasiz? Mana siz yordamchi olasiz. Siz shu yordamchingiz qanaqa bo'lishini xohlardingiz? Nimalarga e'tibor berasiz? Bu endi savol ko'proq mana shu yoshlarga maslahat sifatida, nimalarga e'tibor bersin? Mana shu tariqada bermoqchi edim shu savolni sizga. Albatta bu ishga olayotganimizda yangi xodimdimi, yangi yordamchinimi, u talablarni o'zim uchun birinchi bo'lib ikkiga bo'laman. Ya'ni insoniy va professional. Ya'ni ishga tegishli bo'lgan ko'rsatkichlarni oladigan bo'lsak, bu buxgalterga asosiy talablar qanaqa bo'ladi? Birinchidan oz-moz bo'lsa ham matematik sklad uма deymiz biz. Albatta matematika bilan yaxshi bo'lsa, bu juda ham yaxshi, oson ishga kirishib ketadi. Keyin men uchun endi men bunaqa talablarni qo'yaman. Keyin zamonaviy qanaqadir ofis programmalari bilan ishlash, albatta Excel, Word va hokazo shunga tegishli bo'lganlar. Keyin undan tashqari ma'lum bitta ishda boshida ham aytdim, asosiy ko'rsatkichlarda nima ish qilayotganini bilib, mohiyatini yetish. Ya'ni hozirgi kunda bu juda ham asosiy narsa deb o'ylayman. Shuni professional buxgalterdan oddiy buxgalterda menimcha farq qiladigan narsa. Nafaqat buxgalteriyada bu narsani deb o'ylayman va boshqa ishlarda ham. Odam o'zini nima ish qilayotganini va bu narsa nimaga olib kelayotganini, qayerda ish qilayotganini
albatta bilish kerak. Ya'ni men nima ish qilyapman? Shu talablarni qo'yaman. Bundan tashqari albatta intiluvchanlik. Ya'ni qanaqa? Biz bilamizki, har doim qiladigan ishimiz bor va natija ko'rsatadigan ishimiz bor. Albatta natijaga ham intilish kerak odam. Natijaga intiluvchanlik, vaqtida qilish va shunaqa ko'rsatkichli talablar. Bu o'zim uchun qo'yadigan xodimda yoki yangi yordamchini olayotgan paytimizda. Bundan tashqari insoniylik nimalar bor? Albatta bu bilimga, yangi bilimlarga qanaqa odam ochiqmi, yo'qmi, o'zini yangi bilimlarga intilishtirishligi. Bu odamdan men o'ylaymanki, ozmi ko'pmi yangi xodimlarni olayotganda ko'rdik va bu narsani deyarli 3-4 ta intervyu olgandan keyin pretendentlar bilan bilib olsa bo'ladi bu narsani. Ya'ni odam doim bilimga intilish kerak. Keyin ko'p holatlarda biz bari buxgaltermiz va bu narsa nafaqat buxgalterlikka tegishli, menimcha insoniyatli qarorni tezda qabul qilish. Bu buxgalteriyaga tegishli emas, bu odamning o'zidan bo'lsa kerak, qaror qabul qilish kerak va qarorni tezda qabul qilib va qo'rqmaslik kerak bu qarorni qabul qilish kerak. Shu asosiy ko'rsatkichlardan insoniylik jihatdan deyman. Va keyin yangiliklarga ochiq bo'lish. Chunki desaylik, korxonalarda va umuman hayotimizda ko'p o'zgarishlar bo'ladi. Yangilikda odam kerakli joylarni, ya'ni nima desamki, положительный tomonlarini qabul qilishni ham bilishlik, bu insoniylikda keyingi talablari o'zim uchun qo'yaman. Shunaqa. Yana shu savolga tegishli savol. Masalan, rus tilida shunaqa поговорка bor. По одежке встречаем, по уму провожаем. A tashqi ko'rinishgacha mana kiyinishiga e'tibor berasiz, bergan bo'ladimi deysiz? Berasizmi shu? Rostini aytsam, albatta первоначальный birinchi tanishishga qanaqadir nima bor, lekin asosiy o'zimni qarorimni keyin gaplashib bo'lgandan keyin chiqaraman. То есть haqiqatan to'g'ri, hozirgi kunda встречает по одежке, провожает по уму degan narsa bor, lekin biz albatta odamda ish qilishiga, bilimlariga, intiluvchanligiga qarashga harakat qilaman ko'pincha holatda. Потому что bizda ishda ko'pincha holatda imенно shu narsa kerak. Natija vaqtida ishlab nima ko'rsatish. Lekin albatta odam o'ziga birinchi qarashda akkuratniy, опрятный degan nima bitta bo'lish kerak deb o'ylayman. Ayniqsa bizning kasbda, to'g'rimi? Ayniqsa bizning kasbda shunaqa o'ziga kasbga yarasha bo'lish kerak desa to'g'ri bo'ladi. Shunaqa. Chunki yoshlarga shu narsaga ham e'tibor qaratish kerak-da. To'g'rimi? Albatta. Qilayotgan ishiga va qayerga kelayotganligiga inobatga olib turib, shunga yarasha bo'lish kerak. Shunga yarasha bo'lish kerak. Hurmatli do'stlar, bizning mehmonimiz erishgan yutuqlari haqida sizga gapirib bermoqchi edik. Va bilim doirasida professional buxgalterlarni sertifikatlash, diplomlar taqdirlash doirasida bir nechta diplomlarga ega qahramon hisoblanadilar. Masalan, 2018-yilda O'zbekiston doirasida o'tkazilgan tanlov eng yaxshi buxgalter, eng yaxshi auditor, eng yaxshi ichki auditor bo'yicha tanlovda bizning qahramonimiz Shakirov Talat g'olib bo'lganlar, ikkinchi darajali diplom sohibi hisoblanadi. Undan tashqari professional buxgalterlarni sertifikatlash doirasida ACCA ingliz tilida, demak o'sha Buyuk Britaniya imtihon tarmog'i tomonidan o'tkaziladigan ACCA sertifikati diplomiga ega bo'lish doirasida mana bir nechta imtihonlardan o'tganlar muvaffaqiyatli hozir qahramonimizga murojaat qilmoqchiman. Talat, mana shu ACCA sertifikati yoki diplomi doirasida nechta imtihonlardan o'tdingiz va bu imtihonlarga tayyorgarlik jarayoni qanday kechgan? Shular haqida ham gapirib bersangiz. Albatta, ACCA hozirgi kunda juda ham eng dolzarb talablardan bo'lsa kerak. Zamonaviy buxgalter va umuman moliyaviy yo'nalish bo'yicha ishlaydigan odamlarda, sohada desak. Xo'p, ACCA sertifikatsiyasi keladigan bo'lsa, men qanday bunga erishdim desa, endi bu narsani 2017-2018-yillarda boshlangan. Unda O'zbekiston iqtisodiyotidan katta o'zgarishlar bo'layotgan payt edi. Shu paytda men ham o'z bilim bo'yicha qanday desamki, haligingda ham savolingizga ham javob berishga
ulgurmadim desam to'g'ri bo'ladi. Biz bozor iqtisodiyotida yashayotganligimiz uchun bozor iqtisodiyoti bizda qanday, mana misol uchun men o'zimni nimalarimni taklif qilaman, to'g'rimi? Shu narsani bilaman, ya'ni buxgalteriya yo'nalishi bo'yicha. Kimdir bilishi mumkinki meditsina sohasida, kimdir yurisprudensiya sohasida bilishi mumkin va hokazo. Bozor iqtisodiyoti bo'lganligi sababli biz o'zimizni uslugalarimizni sotamiz. Ya'ni biz nima bo'lishimiz, konkurentоспособный bo'lishimiz kerak-da, raqobatbardoshlikka o'zimizni nimalarimizni taklif qilganlik uchun konkurentоспособный bo'lishimiz kerak. Bu narsani amalga oshirish uchun nima bo'lish kerak? Zamonaviy trendda bo'layotgan talablarga biz ham loyiq bo'lishimiz kerak. Va shu trendlardan biri, shu paytda men endi kelajakda bilgan sari, o'zim ko'ra olgan sari o'ylaganmanki, 2-3 yildan keyin bu yo'nalish ham ACC sertifikatsiyasi ham o'zini asosiy talablardan biri bo'lib qoladi deb o'ylab, shunda o'zim ustimdan ishlab imtihon topshirishni mustaqil ravishda boshlaganman. Hozirgi kunda umumiy holatda ACC sertifikatsiyasi diplomini olish uchun 13 ta imtihon va boshqa talablarni bajarish kerak bo'lganlik, men 11 ta imtihonni muvaffaqiyatli topshirganman. Yana oldinda 2 ta imtihon qoldi. Hammani o'qishi sertifikatsiya, ACC sertifikatsiyaga har xil. Kimdir o'quv kurslariga boradi, kimdir onlayn o'quv kurslari, kimdir o'zi mustaqil ravishda shug'ullanadi. Men ko'pincha asosan mustaqil ravishda shug'ullanganman. Chunki ya'ni o'zimda shunga tegishli xos xususiyatlar bor deb o'ylayman. Disiplina va maqsadga erishuvchanlik. Shunaqa. Yana bir ma'lumotni aytish esimdan chiqdi. 2020-yilda aynan O'rta Osiyo davlatlari o'rtasida ACC sertifikatini F7 yo'nalishi, ya'ni Financial Report yo'nalishi bo'yicha Shakirov Talat birinchi o'rinni egallagan imtihon topshiruvchi hisoblanadi. Yana qo'shib qo'ysam bo'ladi. Finansiy menejment topshirayotganimda o'tgan yil unda ham birinchi o'rin olganman. Unda ham birinchi o'rin. O'zbekiston emasdan. Shu xabarlarni bizga yetkazib turing-da. Biz chetda qolib ketmaylik. O'zim yana kun esimdan chiqib ketdi bu narsa. Shuning uchun albatta den yetkazib turaman. Issiqligida. Shuning uchun ham Talat mana o'quv markazimiz, Buxgalterlar akademiyasi o'quv markazida doimiy ravishda mana chaqiramiz, taklif etamiz va o'sha yoshlarga, bosh buxgalter va buxgalterlarga treninglar, seminarlarda doimiy ravishda ishtirok etadilar. Mana hozir juda ham aktual bo'lgan DPFR imtihoniga mana o'quvchilarni tayyorlashda bizda juda ham ko'maklashadilar, chunki asosiy o'sha mavzularga yordam beradilar va dars o'tadilar va o'quvchilarimiz doimo ulardan minnatdor, chunki bizda o'quv markazimizda topshirish darajasi ancha yuqori. Masalan, o'rtacha butun dunyo bo'yicha 35% bo'lsa, bizda 60% da topshirishadi o'quvchilarimiz va bu yerda Talatni albatta o'rinlari juda yuqori. O'qituvchilarimiz o'rinlari va talab o'rinlari juda yuqori. Talat aytgancha, hozir sizni mana minglab yoshlar tomosha qilishyapti va aynan buxgalteriya kasbida ma'lumotlar ko'p, raqamlar ko'p, uni esda olib qolish kerak va sizni hayot tajribangiz va u tajribangizni ichida aynan shunaqangi bir ma'lumotlarni qayta ishlash bo'yicha yordam bergan programmalar, qaysidir balkim dasturiy ta'minotlarda ishlaysiz yoki bo'lmasam xotirangizni mustahkamlash uchun qandaydir life hacklar bormi? Shular bilan ham bo'lishsiz. Sirlaringiz bilan bo'lishing. Albatta shu boshida aytganimdek, bilimga qanaqadir bo'sh vaqt paydo bo'lib qolsa, o'zimni qanaqadir yangi bilim olishga harakat qilaman-da. Mana o'zimni hayot tajribamdan kelib chiqqan holda aytishim mumkinki, odam qanaqadir bilimni olmasa, ya'ni foydali bilim bo'lsa albatta-da, kelajakda albatta-da qanaqadir payt keladi hayotida shu narsa kerak bo'lib qoladi. Ya'ni bilim hech qachon aytgandek ortiqcha bo'lmaydi. Bilim bizning hayotda ortiqcha bo'lmaydi. O'zimni tajribamdan kelib chiqib ayta olaman. Ya'ni balki hozir imенно buxgalteriya sohasiga tegishli emas, umuman informatsion texnologiyani oladigan bo'lsak, bu paytda bir payt o'zim uchun yana mustaqil ravishda solo na klaviatura onlayn degan o'rganganman-da. Bir oycham, 1,5 oycha vaqtimni ketkazganman. Zato mana shu kunda hozir juda ham osonlikcha kompyuterda qaramasdan pechatist qilishga meni imkoniyat beradi va albatta bu ishimda plyus. Ishimda juda ham katta plyus, chunki desanglar ekonom qiladi vaqtimni. Tezda yozib ma'lumot berishdi.
ikkinchidan albatta siz to'g'ri aytdingiz, ko'p raqamlar bilan ishlaymiz, ko'p ma'lumotlar bilan ishlaymiz. Buxgalteriya ma'lumot koni. Buni albatta tezda eslab qolish, xotiradan chiqarib yubormaslik o'zini talablariga ega. Men ham shu narsani bilib turib, mashg'ulotlar bilan shug'ullanganman desam to'g'ri bo'ladi. Buning ichida birinchisi matematika oson qanaqadir karra yoki ayrish, qo'shish degan nimalarni vaqtiga ishlash oson. Albatta xotirani rivojlantiradi. Keyin ko'pincha holatda mana hozirgi holatda oson bo'lib qoldi. Mobil ilovalar bor. Juda ham ko'p развивающий bor. Shundan kelib chiqib tablitsa Schulte degan nimalarni ishlatganman. Ya'ni biz ma'lumotni ko'proq, tezroq o'qishlik uchun periferическое зрениeni rivojlantiradigan nima uslubda mashg'ulot. Undan tashqari xuddi shunaqa yana raqamlarni tezda va ko'p miqdorda eslab qolish trenajyorlari bor. Ya'ni u ham o'sha birdan, misol uchun biz 3 ta raqamni eslab qolsak, birdan 9 ta raqamni eslab qolishga va tezda u narsani yozib olishga nima qiladi? Shunaqa o'zining mashg'ulotlari bor. Ya'ni bu yerdan kelib chiqib nima? Shu mashg'ulotlarni meni xotiramni rivojlantirishga, har doim свежий bo'lib turishga yordam bergan va albatta hozirgi kunda juda ham dolzarb nimalardan internet resurslari bilan va mobil uyali aloqa va mobil sotovый telefon desak, shularni to'g'ri ishlatish nimasi bilan bir maslahatda bu ham shu narsani bilish kerak. Shunaqa ko'pincha shu o'quv markaziga, ya'ni sizlarni boshchiligingizda sizlar meni asosiy Nigor opa asosiy o'qituvchim bo'lgani juda ham ko'p foyda keltirgan. Sizlar juda ham ko'p narsaga sababchi bo'lgansizlar va bu o'quv markazida ishlab, o'qib, o'rganib yurgan paytlarim ham, ya'ni nima deyishim mumkinki, birinchidan sizlar nafaqat professional darajada, men o'ylaymanki, O'zbekistonda adashmayman, nomer 1 deb aytsam, shu o'quv markazini, shu o'qituvchilar sizlarni boshchiligida yurganganim nomer 1 desam adashmayman. Asoschilar sizlarni deb bilaman. Keyin ikkinchidan nafaqat professional yo'nalishda. Bu nima gapimda ham adashmagan bo'laman agar aytsam, insoniylik jihatdan ham ko'p juda ham foyda ko'rganman desam ham hech qanaqa adashmagan bo'lmayman. Chunki sizlar ham hayotiy savollarga ham juda ham ko'p yordamiga sababchi bo'lib qolgansizlar. Shuni inobatga olib, pluslar ko'p, juda ham pluslar. Endi asosiy hamma pluslarni shu narsada aytib bermoqchi edim-da. Shuning uchun ham professional jihatdan, ham hayotiy jihatdan juda ham ko'p foyda ko'rgan. Bu foydani endi aytib o'tish menimcha hozir vaqtimiz ham yetmasa kerak. Shuning uchun sizlarga rahmat, hamma qilgan yordaminglar uchun. Fursatdan foydalanib aytib olyapman-da men ham. Rahmat sizga ham va yana bir yoshlarimiz uchun, kuzatuvchilarimiz uchun foydali bo'lgan siz tomonidan savol emas, maslahat. Mana yoshlarga nima 3 ta mana asosiy maslahatingiz nima bo'lardi? Mana shu kasbda cho'qqiga erishish uchun, karyera qilish uchun. Xo'p, kasbda cho'qqiga erishish uchun nima deyman? Endi har bitta aytaylik yo'nalishlar bor. Yana aytaymi, buxgalteriya sohasi, meditsina, yurisprudensiya va hokazo, texnik sohalar bor. Qanaqa soha bo'lmasin, в том числе buxgalteriya, shu jumladan buxgalteriya tegishli odamda menimcha shu boshida aytib ketganim, nima qilyapman va nimaga olib keladigan degan savolga javob berish va shundan kelib chiqqan holda maqsadga erishish, intiluvchanlik, maqsadga erishish birinchi bo'lib, bu narsani erishish uchun maslahat qanaqa? Hech narsaga qaramasdan disiplina va sistematichность. Disiplina bu asosiy narsa. Ya'ni hozirgi kunda va doim menimcha shu narsa, ko'p narsa kerak emas aslida. Disiplina, sistematichность. Ikkinchi maslahatim yoshlarga, har xil odamlar har xil gap gapiradi. Qo'y buni eplolmaysan, qo'y buni qilolmaysan, manaqa yo'q. Hamma joyda odam aytganimdek disiplina va sistematichnik bo'lsa, hamma narsaga erishadi. Ya'ni boshqa odamlarning gapiga quloq solmasdan o'zini maqsadiga erishib qarab oldinga yurish bo'ladi albatta. Hech qanaqa bu yerda nima yo'q. Prosta harakat qilish kerak deb o'ylayman. Natija bo'ladi albatta. Katta rahmat, minnatdorchilik bildiraman. Sizlarga ham rahmat. Shunchalik vaqt ajratib
juda ham qiziqarli, men uchun ham ancha foyda bo'ldi bugungi suhbatimiz. Mana uchalamiz bugun suhbat qurdik va katta rahmat, tashakkur sizga Talat. Ishlaringizga yana ham muvaffaqiyat tilaymiz va yanada ham ko'proq shunaqa mazmunli uchrashib, yoshlar bilan shu bilimimiz bilan, o'zimizni amaliyotimiz bilan bo'lishimiz yana ham davlatimizda shu yoshlarni cho'qqiga erishishga, kasb rivojlantirishga o'ylaymanki, katta bir qanaqadir mayli katta bo'lmasa ham, kichkina bo'lsa ham, qanaqa turtki bo'lsa, biz xursand bo'lamiz. Rahmat, sizlarga ham rahmat. Taklifinglar uchun juda ham mazza qildim suhbatda va hamma bergan biliminglar uchun, hamma yordaminglar uchun sizlarga rahmat. Ruschada aytadi, niskiy вам поклон. Спасибо. Rahmat. Eslatib o'tamiz. Bugungi qahramonimiz Angel Food kompaniyasiga tegishli bo'lgan Korzinka supermarketlar tarmog'i bosh buxgalteri Shakirov Talat To'lkurovich bo'ldilar.